Manga soxta chek tashlab bergan kampir zakaslarini birgalikda yig'amiz. Yosh bola bo'lsa ham mayli, yosh-ku deymiz-da. Katta kelin oladigan ayol shu ish qilganiga hayron qoldim. Ana senga deb musorlarni yig'ib berdim. Faqat paketlarni solsam g'alati bo'lib qoladi. Eskirib ketgan ishlatilmaydigan toshlarimni ham sovardim. Nimamush? Mani kelinim bitta bo'lish kerak-da. Har bitta detalga qarab yasin deb qo'yadilar yana. Yosh bola deb o'zicha ahmoq qilmoqchi bo'ldimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, jo'natib olgan narsamga kampir nima deb reaksiya bildirganini ko'rsataman. Dastavkamiz yetib borguncha sizlarga zo'r diadema yasash sho'rga taman. Sizlarga temir osnova, abadok, kli hamda shisha kozlarimiz kerak bo'ladi. Videoda ko'rsatganimda yasaysizlar. Bizatni eshiklarni abadokka kli surishdan boshlaysizlar. Diademalar mustahkam chiqishi uchun simda yaxshilab aylantirib qotirib chiqasizlar. Sizlar agarda sizlar ham menga o'xshab o'z blogerlarni yuritib biznes qilmoqchi bo'lsanglar, men onlayn kursimga qo'shilishingizni taklif qilaman. Hamma aksessuarlarni noldan yasash o'rganasiz. Sotib bir oyda ancha-muncha daromad qilsangiz bo'ladi. Albatta uyda o'tirgan holda yozilish uchun kommentariyada shunchaki plyus belgisini qoldiring, o'zim sizga aloqaga chiqaman. Kampir zakazlarga keladigan bo'lsak, ko'p katta xotin bilan tenglashib ahmoq qilmaydi-da. Qaliga Alloh o'zi insof bersin. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. 30 mingta bo'lishimizga oz qoldi. Manga soxta chek tashlab bergan kampir zakaslarini birgalikda yig'amiz. Yosh bola bo'lsa ham mayli, yosh-ku deymiz-da. Katta kelin oladigan ayol shu ish qilganiga hayron qoldim. Ana senga deb musorlarni yig'ib berdim. Faqat paketlarni solsam g'alati bo'lib qoladi. Eskirib ketgan ishlatilmaydigan toshlarimni ham sovardim. Nimamush? Mani kelinim bitta bo'lish kerak-da. Har bitta detalga qarab yasin deb qo'yadilar yana. Yosh bola deb o'zicha ahmoq qilmoqchi bo'ldimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, jo'natib olgan narsamga kampir nima deb reaksiya bildirganini ko'rsataman. Dastavkamiz yetib borguncha sizlarga zo'r diadema yasash sho'rga taman. Sizlarga temir osnova, abadok, kli hamda shisha kozlarimiz kerak bo'ladi. Videoda ko'rsatganimda yasaysizlar. Bizatni eshiklarni abadokka kli surishdan boshlaysizlar. Diademalar mustahkam chiqishi uchun simda yaxshilab aylantirib qotirib chiqasizlar. Sizlar agarda sizlar ham menga o'xshab o'z blogerlarni yuritib biznes qilmoqchi bo'lsanglar, men onlayn kursimga qo'shilishingizni taklif qilaman. Hamma aksessuarlarni noldan yasash o'rganasiz. Sotib bir oyda ancha-muncha daromad qilsangiz bo'ladi. Albatta uyda o'tirgan holda yozilish uchun kommentariyada shunchaki plyus belgisini qoldiring, o'zim sizga aloqaga chiqaman. Kampir zakazlarga keladigan bo'lsak, ko'p katta xotin bilan tenglashib ahmoq qilmaydi-da. Qaliga Alloh o'zi insof bersin. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. 30 mingta bo'lishimizga oz qoldi.